Chao xonim, sizdan uzr so'rayman. Bolani qutqarib qolmadik. Siz juda ham ko'p qon yo'qotdingiz. Bundan buyon bepusht bo'lishingiz ham mumkin. Bo'lishi mumkin emas. Bolamni yo'qotishi mumkin emas. Doktor, iltimos qilaman. Uni saqlab qoling, iltimos. Bolamni qutqaring. Chao xonim, uzrimizni qabul qiling. Hamdardlik bildiraman. Dada, qa. Ona. Ha? 2 kun ko'proq dam olishing kerak. Oziqlantiruvchi narsalarni iste'mol qil. Tushundingmi? Yetar. Hatto kasal bo'lsam ham meni tinch qo'ymaysan. Boshqa kelma. Viktoriyani oldida men bo'lsam bo'ldi. Unga sen kerak emassan. Hammasi bor narsamni qadrlamaganim uchun. Barchasiga o'zim aybdorman. Janob Gu, Chao xonimni barcha aktivlarini muzlatdik. Agarda kartaga pul tushsa ham u qarzni to'lash uchun yo'naltiriladi. Bundan tashqari, nikoh paytida Liu Linga berilgan barcha pul miqdori qaytarib beriladi. Barchasini qaytarib olishingiz mumkin. Ajoyib, juda yaxshi qilibsan. Nihoyat oilamizdagi zararkunandadan qutuldik. Ethan, buni oldinroq qilishing kerak edi. Hozircha ikkingizni bezovta qilmayman. Sen meni urishga harakat qilganding. Endi o'shani haqqini to'layman. Huquqimni himoya qilish uchun menga sabab kerakmi? Menga shu narsa kerak deb o'ylaysanmi? Shuncha paytdan beri xotinim bilan birga bo'lganingdan so'ng meni indamaydi deb o'ylaysanmi? Va sizlar uchun shuncha pulimni sarf qildim. Ahmoq bo'lma. Endi seni hech kim qutqara olmaydi. Shunday qilib, tezlik bilan bu yerdan yo'qol. Sen meni raqibim bo'lishga munosib emassan. Bu korporatsiyaning bosh direktori bo'lish sendaqa yosh bolalarni qo'liga tushishi kerak emas. Bema'ni gaplarni gapirma. Ethan otasi sen tug'ilishingdan oldin vafot etgan. Ethan va men bir-birimizga doim g'amxo'rlik qildik. Bu korporatsiyasi bosqichma-bosqich noldan qurilgan. O'g'lim bilan solishtirganda uni otasiga hech ham o'xshamaysan. Ovozingni o'chir. Sen buni bilmaysan, Ethan. Lekin men bularni barini bilaman. Chunki sen bilan bitta maktabda o'qiganman. Sen haqingda juda ham ko'p marta eshitganman. Qanday qilib mashhur bo'lganing va nimalar qilganing. Aytishlaricha ajablanarli emas. Kimdir doim men haqimda so'rardi. Bu sen eding. Viktoriya bilan birinchi marta ko'rishganimiz bu juda ham ajoyib bo'lgandi. Bilmayman, o'sha ahmoq ayol qanday meni yaxshi ko'rdi. U meni nima yoqtirishimni bilmadi. Tez aldandi va keyin seni ayoling ekanligini bildim. Lekin shuni tushunmadim. Nimaga hali ham seni sevadi? Chunki hech kim hech qachon biror narsani sevmaydi. Bunga imzo chek. Imzola dedim. Va menga va'da ber. Qarzlarimni to'lab, chetga ketasan. Bo'lmasa, hech biringiz omon qolmaysiz. Kulgili, seningcha bu joy nima? Bu yerda istaganimcha tahdid qila olaman deb o'ylaysanmi? Men shunchaki bu la'nat pulni xohlayman. Buni tushunding deb o'ylayman. Leo, men hech qachon oson ishlamayman. Barcha dushmanlarim. Bundan tashqari, bu Zhao guruhi emas. Bu yerda xohlagan ishingni qilishing mumkin bo'ladigan joy emas. Bu Gu korporatsiyasi. Va men Guman. Sen meni bunday qilishimni xohlading. Agar yashashimni xohlamaydigan bo'lsang, birga olamiz. Yo'q. Birga olamiz. Janob Gu. Yordamchi, yaxshimisiz? Yaxshiman. Siz yaxshimisiz? Men buni bilgandim. Ikkingiz ishqiy munosabatdasizlar. Ethan, buni bilmaydi deb o'ylaganmiding? Hammasi rejalangandi. Mana, ko'ryapman. Sizlar ikkingiz bu narsani rejalashtirgansizlar. Janob. To'ya. Xonim. Yaqinlashmanglar. Bo'lmasa bu o'ladi.
Qo'y, tinchlan. Bu pichoq zaharlangan. Ko'ramiz kim olarkan. Nima xohlaysan? Oldin aytdim. Men pulni xohlayman xolos. Bersang agar, men buni darhol qo'yib yuboraman. Ha, yana bitta narsa. Agar bersang, bu davlatdan ketishimni ham sen bajarishing kerak. Bo'lmasa bu ayol o'ladi. Qimirlama dedim. Janob Gu, o'zingni qurbon qilasanmi yoki bu ayolni qutqarasanmi? Yaxshi. Men imzolayman. O'g'lim, Mana. Mana. Hozir. yaxshiman. Ethan, sen aldading. Sen iflos haromi. Senga o'xshagan bechora. Bu mukammal. Endi nima qila olaman deb o'ylayapsan? Agar jur'ating yetsa, shu yerda o'ldir. Bo'lmasa, qachondir seni o'ldiraman. Qamoqdan chiqishim bilan seni o'ldiraman. Eshitdingmi? Ethan. Uyatsiz. Ethan, sendan faqat pul so'rayman xolos. Va'da beraman. Senga keyin tegmayman. Leo, nimadadir qattiq adashyapsan. Hozir sen shunchaki uyimga kirib qurollangansan. Bu shantaj va tovlamachilik. Ammo kompaniyani o'g'irlash hamda mablag'lar va Zao guruhida korrupsiya va poraxo'rlik bilan shug'ullangan bir vaqtda hukm qilish bilan hech qachon chiqib keta olmaysan. Mayli, iltimos Ethan. Meni kechir. Menga shunchaki pul kerak edi. Iltimos, Ethan. Meni bularning qo'lidan qutqar. Sendan iltimos qilaman, Ethan. I'm fine. Leo bu yerda kim? It's him. He's Leo Lin. Ethan, sendan iltimos qilaman. Ethan, iltimos. Pichoq zaharlanmaganda, seni aldagandan. I'm fine. Sendan iltimos qilaman. Ethan, Agar tilanchilik qilmoqchi bo'lsang, politsiyaga ayt. ular meni olib ketishyapti. Ethan, shunday qaramaysan-ku axir. Daf bo'lib ket. Ahmoq. Lu, Shou xonim yaralarini davolash uchun olib bor. Men senga pullik ta'til beraman. Uyga borib damingni ol. Yaxshi. Ethan, menimcha kotibang juda ham yaxshi. U hayotini xavf ostiga qo'yib seni qutqardi. Viktoriyaga qaraganda 1000 marta yaxshi. Agarda u kelinim bo'lsa, u bilan birga bo'lishingizdan xursand bo'laman.